boshliqlikni niqob qilib olib, xalq ishonchini oson pul topish manbai, davlat idoralari hamda huquqni muhofaza qilish organlariga tahdid qilish quroli, jamoatchilik nazorati institutini omma kayfiyatiga ta'sir qilish instrumentiga aylantirib olganlar ham yo'q emas. Elita media mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Taftish.uz vakillari yuqorida ta'kidlaganimizdek, jamoatchilik nazorati kabi adolat pardasi niqobi ostida jinoiy guruh tuzib, tovlamachilik va firibgarlik sodir etib kelganlar. Bular jinoiy guruh yetakchisi, Taftish.uzning norasmiy rahbari 1988-yilda tug'ilgan G'ayrat Abirayev, jinoiy guruh a'zolari, muxbirlik lavozimlarida ishlagan 1992-yilda tug'ilgan Azizjon Yo'ldoshev, 2000-yilda tug'ilgan Sardor Hamidov, 2006-yilda tug'ilgan Marjona Ishquvvatova hamda 1998-yilda tug'ilgan Dilshod Nishonovlardir. Jinoiy faoliyatini daromad manbaiga aylantirib olgan Abirayev boshchiligidagi jinoiy guruh murojaatchilarni aldash bilan bir qatorda fuqarolarni obro'sizlantiruvchi yoki boshqa usulda sharmanda qiluvchi videolarni tarqatish bilan tahdid qilib yoki shunday videolarni internet orqali e'lon qilinganidan keyin o'chirib berish evaziga fuqarolardan pul talab qilish bilan shug'ullanib kelgan. Hozirda mazkur jinoiy guruh a'zolari Jinoyat kodeksining 139-moddasida nazarda tutilgan boshqa shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatib tuhmat qilish, 168-moddasida nazarda tutilgan firibgarlik, 165-moddasida nazarda tutilgan tovlamachilik, 244-6-moddasida nazarda tutilgan yolg'on axborot tarqatish jinoyatlarini sodir etganligi aniqlanib, ularning barchasi protsessual tartibda ushlangan.